أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevimli kızlarım. Ustaz Ali Tantavi'nin Ey Kızım kitabıdan dersimizni davamlaştırırız. Ey kızım, oğullar üçün dünya öy, kızlar üçün öy dünya. Oğullarının kısmeti cevir capa, kızlarının kısmeti sabır. Çünkü oğullar cevir capa tartıp taxt tapıdı, kızlar sabır qilib baxt tapıdı. Qizlarning hammasi bir-biriga o'xshaydi. Ularni faqat haya ayirib turadi. Marva shahrining qozisining bir qizi bor edi. Uningga shaharning eng cho'ng boylari, mansabdor kishilari elchi bo'lib kelishdi. Ammo qozi ularning hammasini rad qildi. Qozining Muborak ismli bir quli bor edi. Bu qozining yiniga kelganiga 2 oy bo'lgan. Bağdaki meyveler taza pişkan günlerde Xo'jayin Muborakka bağdaki üzümlerden ilip kirishni buyurdi. Ama ilip kilingan üzümler rengi chiroyli bo'lsa-mu, lekin texi pishmagan üzümler idi. Xo'jayin qayta ilip kirishga buyurdi. Lekin bu qitim Muborak yana ilgirkisidek pishmagan üzümlerini ip geldi. Ahiri qozi bağda qanchalagan üzümler bor, nima uchun pishmaganlarni üzüp kelyapsan deb so'radi. Muborak qaysilarining pishgan, qaysilarining pishmaganligini bilmayman deb javob berdi. Subhanallah, hayronlik bilan so'radi Xo'jayin. Shikoyatim buyon baq qarab pishgan, pishmagan üzümlarni bilmamsan, yeb baxmadingmi dedi. Xo'jayin, vazifam üzümlarga qarash, yeyish emas. Siz bana baqqa qarashni topshirdingiz, shunlashqa mening meyvelardan yeyishim to'g'ri bo'lamdi. Qazi bundaq hadisiga birinchi qitim guvoh bo'layotgan edi. Ko'ngildagidek insonni topgan edi. Muborakka dedi: "Sendan bir narsani so'rmoqchiman. Mening bir qizim bor. Bir qancha mansabdor davlatman kishilar elchi bo'lib keldi. Ularning qaysiga rozilik bildirishimni bilmayapman. Nima qilsam bo'lar?" Muborak javob berdi: "Jahaliyat davrida nasabiga Nasarilar ve Yahudilar hüsn jamaliga, saadet asrida dindarlık taqvası qarab ko'g'il tanlanadi. Bugungi davrimizdagi kishilar bo'lsa, mol dunyosi qarab ko'g'il tanlaydi. Undaq bo'lgankan elchilardan xalqingizga berivering deb javob berdi. Qozi, men ham dindarlığı ham taqvası qarayman. Shuning uchun qizimni sana beraman dedi. Çünkü bu güzel hissetlerini sende gördüm. Muborak özünün qul ekanligini, qizining bununğa razı bolmasligini etdi. Ammo qozi qarorida qat'iy edi. Qozi Muborakni uyiga boshladi. Uyiga kirib ayoliga dedi: "Bu solih, taqvodor, dindor qulimiz, qizimizni uningga bermoqchiman. Nima deysan? O'zingiz biling. O'zingiz qarab qaror qiling. Fakat kızınızdan so'rayli nima derken dedi anası. Ana bo'lgan so'zlarni qiziga deganda qizi bu xususda ota-onasining qaroriga hurmat qilganligini aytdi. Shuning bilan nikoh o'qildi. Lekin Muborak qizning yiniga kirmadi. Bu ahvol 40 kun davomlashdi. Buningdan xabar topgan ana chidab turolmadi, qoziga dedi: "Siz topgan bu kuyovlingiz shuncha kunlargacha qizingizning chiroyiga ham qarab boqmabdi. Bu nima qilg'ini?" Qozi bu ahvolni Muborakning o'zidan so'radi. Muborak, "Meni to'g'ri tushuning. Qizingizni yaratmagan yerim yo'q. Faqat bir andisham bor. Siz shuncha yil qozilik qilgan, qizingiz birar shubhalik luqma yegan bo'lishi mumkin. Shu sababli bu kunlar davomida uningga halol yegizib ish qizdim. Bu ishni faqat Allah bizga solih farzand ata qilsin degan niyatda qildim." Keyin bu oilada o'g'il farzand dunyoga keldi. Ismini Abdullah qo'yishdi. U bo'lsa-mu Abdullah ibn Muborak edi.
Musa alayhissalomning Madiyanga berib, chorvalarini sug'urib bergan qizlarning biriga o'ylanishi uchun 10 yil ishlab berishiga nima majbur qilgandi deb o'ylaydim. Sababini Allah subhanahu va taolaning ularning biri Musaning yiniga hayo bilan minib keldi degan so'zidan topdim. Allah taolo u qizning bo'yini, qad-qomatini maqtamadi, chiroyini maqtamadi, balki u qizdagi eng qimmatli bo'lgan hayoni Qur'on Karimda zikr qildi. Demak, Musa alayhissalomning u qizga o'ylanishi uchun 10 yil ishlab berishiga qo'shilishi uning qizning hayosi uchun ekan. Vallohu a'lam. Sevimli qizlarim, ustozning bu go'zal qissadan bir o'rinni xotir qoldirib olaylik. Qazi Mubarakdan so'radi, ya'ni kuyovni qandoq tanlash to'g'risida. Mubarak ajoyib qimmatli bir javoblarni berdi. Jahiliyat davridagi insonlar kuyov tanlamoqchi bo'lsa, nasabiga qaraydi. Nasaralar va yahudilar bo'lsa, husn jamoliga qaraydi. Saodat asrida bo'lsa, dindorlik va taqvosi qarab kuyov tanlanadi. Keyingi davrlarda bo'lsa, kishilar mol dunyosi qarab kuyov tanlagan. Mana bu bizning xotir qoldirib olgan o'rinlarimiz. Qadim zamonda bir odam o'ylanibdi. Yeni ailenin tunji kunida onasi va ayoli bilan bir dastonda o'ltirishganda, yiliqi kishi tamoqning eng yaxshi yerini ayoliga kuyinish bilan uzatibdi. Yeyilmaydigan yerlarini onasining oldiga tashlabdi. Buni ko'rgan ayol "Meni hozirlam taloq qilsan" deb turibdi. Buningdan hayron qolgan sababini so'raganda, "Senden farzandlik bo'lib qolsam, sening onangning kuniga qilishdan qo'rqaman" deb javob beribdi. Afsuski, ko'pincha ayollar eri tarafidan qiyni onasiga qaraganda ortiqroq izzat ko'rsa, o'zlaricha g'alaba qilganlik huzurida bo'ladi. Har kimning terig'ini o'raydiganligini bilmaydi. Ayol eridan taloqini ilib ajrashibdi. Vaqt o'tib u ayolga Allah boshqa bir yaxshi erni nisb qildi. Yillar o'tib farzandlari bo'pti. Bir kuni to'yga usirki ma'bida ballari bilan atrofida ballari uningga parvona bo'lib, xizmatiga tayyor holatda ketayotganda yo'lda bir karvonga duch keldi. Karvon ichida yishi cho'ng, ahvoli nachar, yalangoyoq bir kishi bor ekan. Uning bilan hech kimning kori yo'q ekan. Ayol "Meni shu odamning oldiga ilib beringlar" debdi. Bu odamning oldiga kelgandan keyin "Meni tundingizmi? Men sizning ilgirki ayolingiz bo'laman. Sizga har kim terig'inini hosil oldi demaganmidim. Ko'rganingizdek bolalarim menga qandoq izzat hurmat bilan qarab o'tibdi. Ammo o'zingizning ahvolingizni qarang. Buning sababini bildingizmi? Siz onangizni xorlagan edingiz, mana endi jazoyingizni tortib o'tibsiz. Keyin bolalarga qarab Allah uchun uningga qarab qo'yinglar" debdi. Demak, har bir ayol unutmasinki, har kim terig'ini o'raydi. Sevimli qizlarim, kunimizdagi eng ichinishli ahvol ota-onalarga bo'lgan hurmatsizlik. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib, yashnab qolsa, ularga ohoy demagin, ularni dushkanlamagin, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin, ularga kamoliy mehribonlikdan noiti kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Agar ota-onaning oldida uf kalimasini aytish harom bo'lsa, buningdan ham ig'irroq kalimani so'zlashning gunohini tasavvur qilinglar qizlarim. Mufassir ulamolar aytadiki, agar uf kalimasidan yengilroq boshqa kalima bo'lganda Allah uni zikr qilgan bo'ladi. Lekin uf kalimasidan yengil kalima yo'q zaminda. Lekin shu uf kalimasini ham ota-onaga aytishlikni harom qildi. Endi biz saqlanayotgan salbiy holatlarimiz-ku. Ota-onaning oldida hayosiz so'zlarni so'zlash, adabsizlik bilan o'ltirish, hayosiz narsalarni ko'rish, vaqirab ovozimizni yuqori qilib, ularga ranjib uylardan chiqib ketish. Mana bularning hammasi ularga bo'lgan osiyligimiz emasmi? Allah subhanahu va taolo 7 qat osmon ustidan farzandlarga ota-onasining oldida uf kalimasini aytishni harom qilyotdi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: "Xar bo'lib kessin, xar bo'lib kessin. Ota-onasi yoki ularning biri yashanganda ularga yaxshi muomala qilmaganligi uchun jannatdan mahrum qolgan kishi xar bo'lib kessin." Bu hadis ota-onasiga yaxshi muomalada bo'lmaganlarga yetarlikdir qizlarim. Suyimli qizlarim, bu shundoq bir gunohki, jannatdan mahrum qilinimiz ham bu dunyodami yuqorida qissada so'zlaganga o'xshash baxtsiz holatda bo'lib qolamiz. Ibn Umar roziyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshilik yo'qolib ketmaydi va gunoh unutilmaydi. Hisob kitob qilguvchi zot hech qachon o'lmaydi. Sen qanday yo'l tutsang, sana shundoq yo'l tutildi. İki xil narsa bor, uning jazosi oxiratdan avval shu dunyoda ko'rildi. Birinchisi zulm, ikkinchisi ota-onaga asi bo'lishlik. Suyimli qizlarim, sizlar ota-onalarga qanday muomala qilsanglar, bir kunlarda sizlarga farzandinglar shundoq muomala qildi. Dunyodagi jazolardan ba'zilarini so'zlab o'tsak, birinchidan ota-onaga asi bo'lguchining rizqida xayr-barakat ko'tarilib ketadi. Yani ota-onasiga yaxshilik qilmagan kishiningki kambag'al bo'lib qolganligi. Ikkinchidan, ota-onaga asi bo'lgan kishining umridan barakat ko'tarildi. Uchinchidan, undaq kishilarning har hafta Alloh taologa ko'tarilgan solih amallari ko'tarilmaydi va uning yaxshi amallariga jannat eshiklari ochilmaydi. To'rtinchidan, Alloh taolo uningga g'azab qildi. Uning ahli va qo'shnilari ham uningga g'azab qildi. 5-dan, ota-onaga asi bo'lgan kishilarning yomon o'limga uchrash xavfi bor. 6-dan, ota-onasiga asi bo'lgan kishilarning duosi ijobat bo'lmaydi. 7-dan, u kishilarning bolalari va nevaralari qiyirganda uningga ham shundoq muomala qiladi. Alloh taolo o'ziga ibodat qilishdan keyin Qur'onning qayerga qarasak, qaysi oyatga qarasak, ota-onaga yaxshilik qilishlik kelgan. Ya'ni ihson buyruq bilan hammasiga yaxshilik qilish, mayli bu ihson qilishlik deganimiz muomalamizda bo'lsin, adabimizda bo'lsin, hatto ularning orqasidan g'ayvat qilmaslik, ya'ni ularning yomon so'zlarini qilishimizning o'zimi bu yerda asi bo'lishga ilib boradi. Mana bu mübarek Ramazan aylarida hammamiz ota-onamizning duolarini ilishga, razıqini ilishga tirishaylik qizlar. Allah subhanahu va taolo mana bu mübarek aylarda hammamizning gunohlarini mag'firat qilsin, hammalarni Allohga, ota-onasiga itoat qiluvchi soliha farzandlardan qilsin. Amin. Bugungi darsimizning savoli Saadet asri, yani dersimizde zikr kılınan saadet asri qandaq asr? Qani bu savolga qaysi qizimiz eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?